Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlaridan birodarlar Al-Qodir ismini o'qiyotgan edik. Bugun oxirgi qismi. Alloh azza va jalla siz bilan bizni o'ziga ibodat qilishlikka buyurishdan avval qalbimizni xotirjam bo'lishligini xohladi. Ey banda, xotirjam bo'l, keyin ibodat qil. Chunki inson xotirjam bo'lmasa ibodat qila olmaydi. Astagfirullah. Va ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu va tawakkal alayhi. Hamma ish, osmonlar va yerdagi hamma ish Allohniki. Hamma narsa Allohning o'ziga qaytariladi. Bas unga ibodat qiling va o'ziga suyaning. Qarangda, ibodat bilan suyanishni keyin aytayapti. Avval tushunib ol banda. Osmondagi, yerdagi hamma ish Allohniki. Hamma ish Allohga qaytadi. Hamma narsa Allohning qo'lida. Keyin ibodatingni qil deyapti. Demak, birodarlar, tavhid insonning, mo'minning qalbini xotirjamlikka, osoyishtalikka to'ldiradi. Qachon sizning qalbingiz xotirjam bo'lar ekan? Iymoningiz komil bo'lganda mana shu narsaga. Kim aytgani bo'ladi? Ha, benzin 2 so'm arzonlab qolibdimi? Ha, 2 so'm arzonlab qoldi, xursand bo'lyapti. 2 so'm qimmatlaganda siqiluvdi. Birodar, arzonlasa xursand bo'lma, Allohning xohishi. Qimmatlasa xafa bo'lma, bu ham Allohning xohishi. 200 so'm bo'lsa ham o'sha 200 so'mlik benzinga yarasha pulni Alloh beradi senga. Tuzukmi? Birinchi oladigan xulosamiz bugun shu. Hamma ish Allohning qo'lida, hamma ish Alloh taologa qaytadi, sen ibodatingni qil. Chunki Alloh taolo bizning jasadlarimizga, suratlarimizga qaramaydi. Qalbimizga qaraydi, amalimizga qaraydi. Qalbimizga, amalimizga qaraydi. Qalb xotirjam bo'lsa, ibodatni xotirjam qilasiz. Tavhid oyatlari insonning qalbiga xotirjamlikni to'ldiradi. Alloh Al-Qodir bo'lgan, har narsaga qodir bo'lgan zot. Sen esa nimasan banda? Zaifsan. U seni hamma dushmanlaringdan quvvatli, koinotdagi hamma narsadan kuchli. U osmonlar va yerni yaratgan zot. Hamma ish uni qo'lida. Mana shu osmon bilan yerning ishi ham uni qo'lida. Qarang. Astagfirullah. Ala lahul xalqu val amr. Ogoh bo'lingiz kim? Yaratish va buyurish faqat unikidir. Nima degani? Odam bolasi samolyot yasadi. Yasadida sotdi. Endi samolyot boshqa birovlarning qo'lida. Sotib olganlar u samolyot bilan xohlagan tomoniga uchadi, xohlagan ishini qiladi. Sotgan odamning qo'lidan chiqdi. Yasashlik, yasovchini ishi bo'ldi, lekin undan keyingi samolyotning ishi sotib olganlarning qo'lida bo'ldi. Shunaqada, to'g'rimi? Nima deymiz? Temirchi bir boltani yasaydi, sotdi. Endi uni yoqidagi ishi boltani temirchining qo'lida emas. Xohlasa o'tin chopadi, xohlasa borib turib devorga uradi boltani. Ammo Alloh taoloning yaratishi unaqa emas. Yaratgan ham o'zi, uni ishlari ham o'zining qo'lida. Nimani yaratgan bo'lsa, ularning hammasining ishi Alloh taoloning qo'lida. Allohu xoliqu kulli shay'in va huwa ala kulli shay'in vakil. Alloh barcha narsaning yaratuvchisidir va u barcha narsaning ustida homiy vakildir. Ya'ni yaratib qo'ydimi? Ya'ni idorasi ham o'zining qo'lida. Sizga umrni berdimi? Siz umringiz ham Allohning qo'lida. Sizga aql, quvvatni, boylikni, mansabni berdimi? Shu ham o'zining qo'lida. Sizga berdi, lekin idorasi o'zining qo'lida. Shuning uchun sizni qo'rquvga solishi mumkin bo'lgan nimaiki bo'lsa, hammasi Allohning qo'lida. Bir to'p yirtqich hayvonlar yuribdi, qorni och, yegan ovqat istab yurishibdi. Ularni ko'rdingiz. Ularni yaratgan quvvatli, hakim, odil va rahimli bo'lgan zotning qo'lida. Sizning aloqangiz kim bilan bo'ladi? Shu yirtqich hayvonlar bilanmi yoki ularni yaratgan zot bilanmi? Ha, u paytda hamma Alloh deydi, bilasizmi? Qarasa hech narsa yo'q. Bir daraxt ham yo'q chiqib olay desa, bir tog' ham yo'q chiqib olay desa, shunda nima deydi? U oxirida aytadi-da u. Mo'minning farqi har doim Alloh deydi. Mashinasiga chiqib o'tirib olganda bo'ldi, endi menga sher teyomaydi demaydi. Mashinasiga chiqib olganda ham nima deydi? Alloh deydi. Astagfirullah.
inni tavakkaltu alalloh robbi va robbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna robbi ala siratin mustaqim. Men faqat mening ham sizlarning ham parvardigoringiz bo'lgan Allohga suyandim. O'rmalagan narsa borki, barchasi u zotning qo'l ostidadir. Parvardigorim shak shubhasiz to'g'ri yo'ldadir. Inson Allohni yakkalagan paytida qalbiga omonlik, xotirjamlik, umid, xursandchilik to'ladi. Chunki kimning qo'lida ekan hamma ish? Allohning qo'lida ekan. Shuning uchun aytamizki, ey banda, Robbing seni qalbingni xotirjamlikka to'ldirib qo'yib turib, keyin ibodat qil deb buyurdi. Ibodating to'g'ri bo'ladi qachon? Qachon ibodating to'g'ri bo'ladi? Qalbing xotirjam bo'lgan paytda. Chunki aytdik, osmonlar va yer uning orasidagi hamma narsa Allohniki va ularning hammasini ishi Allohning qo'liga qaytadi. Unga ibodat qilinglar, unga suyaninglar. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah. Lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Har namozda domlalarimiz o'qishadi. Namozdan keyin. Nima degani bu? Allohdan o'zga iloh yo'q. Yolg'iz uning o'zi bor. Uning sherigi yo'q. Mulk unikidir, hamd unikidir va u har narsaga qodirdir. Shuning uchun aytamizki, Parvardigor, sen bermoqchi bo'lsang, uni to'sib oladigan hech kim yo'q. Agar sen to'sib qo'yadigan bo'lsang, uni beradigan yo'q. Sen bir bandaga bir narsani ato qilmoqchi bo'lsang, kim to'sib qola oladi? Agar bir bandadan bir narsani man qilib qo'ymoqchi bo'lsang, kim uni bera oladi? Mana shu tavhid bo'ladi, birodarlar. Alloh taolo aytadi Qur'onda, astagfirullah, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lah va ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Alloh odamlar uchun ne bir rahmat, marhamatni ochib qo'ysa, bas uni ushlab to'sib qolguvchi bo'lmas va neni ushlab qolsa, bas u zot ushlab qolganidan so'ng narsalarni bandalarga biron yuboruvchi bo'lmas. Alloh berishni xolasa hech kim to'sib qola olmaydi. Alloh olib qo'yishni xolasa ham hech kim to'sib qola olmaydi. Chunki Alloh har narsaga qodir bo'lgan zot. Allohumma la maniya lima a'tayta va la mu'tiya lima manata va la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Mana duoda o'qiymiz namozdan keyin. Allohim, sen berganni to'suvchi yo'q. Sen to'sganni beruvchi yo'q. Huzuringda boylik egasiga boyligi foyda bermaydi. Shuning uchun pulimizga ishonmaylik, aql zakovatimizga ishonmaylik, hunarimizga ishonmaylik. Chunki bu narsalar agar Alloh yo'lamasa bizga asqotmaydi. Hozir men bir savolni beraman. Ustab ko'ring o'zingizdan. Bir doktorsiz, ustasiz, domlasiz, xullas bir sohani egasisiz. Bir sohada mutaxassis bo'lib turib, shu sohada kaltayib qolgan kuningiz bo'lgan. Ya'ni bir mashina purushki 30 yildan beri mashina olib sotadi. Shunday qarab turib mashinani rengen qilib qo'yadi, ko'rib qo'yadi. Bu ulangan ekan, bu motori pishgan ekan, deydi-da, oy o'tadi, kun o'tadi, yil o'tadi, bir kun o'zi yeb qoladi. Bo'lganmi? Do'koningda turganda birov monasini olib qo'ying deb olib kelsa, "Oma" deydi domla shagirdiga. Nimaga desa, agar bu g'irrom bo'lsa, seni podstava qilmoqchi bo'lsa, do'koning joying tayin bo'ladi, senga olib kelib sotadi. Hech ham olmagin deydi. Oy o'tib, yil o'tib, ikkita pensioner odam, chola kampir ko'tarib keladi, ikkita narsani. Pensiyamizga berdim uni, olib qo'ying bolam deydi. Desa bu domla o'zi aytayapti, olma deyapti. Endi pensionerligi hali yerda ko'nglini yumshatyapti-da, oylikka berdi deb. Bu bo'lgan voqea. Amaki olay desam, hozir pulim ham yo'q ekan desa, Xudoning xohishini qarang. Yonida oshnasi kelib, "Men oshna" deb pul ham berib qo'yadi. Haligini oladi, bir haftadan keyin o'g'illangan bo'lib chiqadi, chiqib kerakli tashkilotlarda ochib berib tushadi. Endi hali domla aytadi, "Qaraya" deydi. Shuncha qaytarib, shuncha aytib deb turib o'zim tushdim-a deydi. Shunaqa bir hodisaga duch bo'lganmisizlar? O'zingizni sohangizda hammaga aql o'rgatib turib, o'zingiz yeb qolgansiz, bizning tilda aytganda. Men bir hadisda o'qiganimdan keyin hamma narsa o'rniga tushdi.
Qarang. Innalloha idza ahabba infaza amrin salaba kulladhi lubbin lubbahu. Albatta Alloh agar bir ishni yuzaga chiqarishni xohlasa, har bir aql egasining aqlini olib qo'yadi. O'sha lahzada. O'zingiz aytdingiz, "Oma bunaqa mashina" dedingiz, o'zingiz olib oldingiz. Qarab, o'zim ham tushunmayapman, qanaqa qilib yeb qoldim bu yerda deysiz. Chunki kimni qo'lida ekan, hamma yo'q. Aytyapmiz-ku, siz aqlingiz, ilmingiz, tajribangiz, tanish bilishlaringiz, pulingiz sizga asqotmaydi agar Alloh xohlamagan bo'lsa. O'zini hayotida shunga o'xshagan holatga tushganlar kulyapti. Yeb qolgansiz-a? Qara, shuncha aytib o'zim qilibman shu ishni, subhanalloh deydi. Ha, demak Alloh shuni xohlagan ekan shunday bo'lishini. Kimga suyanaylik? Alloh bilan qilinadigan muomalada birodarlar, aql zakovatga suyanmaslik kerak. Chunki bu narsalar foyda bermaydi. Alloh bilan bo'layotgan muomalada nimaga suyanish kerak? Istiqomatga, to'g'ri yo'lda bo'lishga, chiroyli amalga, Allohga muhtoj ekanligingizni izhor qilishga, Allohga muhabbatli bo'lishga muhtojsiz, Allohga tavakkal qilishga muhtojsiz. Aql zakovatingizga emas. Ha, aql zakovat sabab. Har safar qilayotgan ishingizni qildingiz, bil hosil bo'lmadi. Har safar qilayotganda qildingiz, ovqatni oshni shunday damladingiz, lekin bu safar bo'lmadi. Kimning qo'lida ekan? Shuning uchun birodarlar, Allohga qanchalar muhtoj ekanligimizni bilsak, izhor qilsak va bu narsani Alloh taologa duo qilib yolvorib tursak, Alloh shuncha qo'llaydi. O'zingizni qanchalar Allohdan behojat bilsangiz, o'zingizni holingizga o'zingiz tashab qo'yadi. Chunki Alloh taolo har narsaga al-Qodir bo'lgan zot. Agar odamlar, aqlli odamlar aqllariga haddan ortiq suyanib qoladigan bo'lsa, avvalgilar ham keyingilar ham kirmagan mushkulalarga kirib qoladi. Astagfirullah. Alladina kafaru va saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Kofir bo'lgan va o'zgalarni ham Alloh yo'lidan to'sgan kimsalarning amallarini Alloh zoyi qilur. Qarang, mana Allohdan yuz o'girgan xalqlarni qarasangiz, ilm fanda, texnologiyada, rivojlanishida hammadan oldida. Lekin aqllariga oshiqcha suyanishdi, Allohga suyanishmadi, Alloh taolo ularni qanday adashtirib qo'ydi? Oila qurishmay qo'ydi. Erkak ayolni farqi qolmadi. Erkakka, ayol ayolga nikohlanadigan bo'ldi. Vaholanki ahmoq emas bular. Bular Allohga sig'inishdi, Allohga muhtojligini izhor qilishni to'xtatib qo'yishdi. Hamma narsani o'zimiz qilamiz deyishdi. Al-Qodir bo'lgan Robbisini esdan chiqardi, Alloh bularni yo'q bo'lishga mahkum qildi. 50 yil bordir, 60 yil bordir qirilib tugaydi bu xalqlar. Chunki oila degan muqaddas dargohni yo'q qildi bular. Bola boqib nima qilaman? Menga muammo deb turib, aqllariga ishonishdi. Nima bo'ldi? Tugash arafasida bular. Ha, biz asrimizda yashayotganlar ko'rasizlar inshaalloh. Biz ko'rmasak bizdan kichkinalar ko'rar. Chunki shunday o'zi sanoqni qarasangiz, shu musulmonlarning ko'payganligi, yuzlagan cherkovlar, ishlamay turgan cherkovlar masjidlarga aylantirayotganligini o'zlari aytishyapti. Biz Allohga suyanaylik birodarlar. Ha, aql kerak, ilm kerak, tajriba kerak, mehnat kerak, lekin bular sabab. Bir tabib ma'lum bir sohada kuchli bir mutaxassis. Masalan, oshqozon ichi kasalliklari bo'yicha deylik, yoki o'pka kasalliklari bo'yicha mutaxassis, tengsiz. Nima sababdan mana shu kasallarga chalinishligini biladi. Qaysi sabablardan ehtiyot bo'lish kerakligini biladi va o'zini ayni mana shu kasalga chalinmasligiga ishonadi. Nazarida hamma yo'lni biladi-da. Hamma ehtiyot chorani qiladi. Allohning taqdiri ayni shu kasalni o'zi bilan ketadi. Chunki kimga suyanmadi bu? Al-Qodir bo'lgan Robbisiga suyanmadi, o'zining aqliga, tajribasiga suyandi. Tavhidga teskari yo'l tutdi. Taassuf, Alloh subhanahu va taolo mana shu tabibni ayni u o'zi mutaxassis bo'lgan kasal bilan dunyodan ketishligini iroda qildi. Shu kasal bilan ketdi. Kuch-quvvatini cho'qqisida bo'lgan polvon o'zini kuchiga ishondi. Tavhidga teskari yo'l tutdi. Ammo haqiqiy quvvat egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo ana shu polvonni ayni shu polvonlik maydonida mag'lub bo'lishini xohladi. Bir zaif ish keldi, ko'tarib yerga chopib qo'ydi.
Tavhid birodarlar dinimizdagi eng muhim narsa. Va ma ta'allamatil abidu afzalu minat tavhid. Bandalar tavhiddan ko'ra yaxshiroq narsani o'rganmagan. Inson bolasi qilishi mumkin, o'rganishi mumkin bo'lgan eng afzal narsa tavhid. Banda qilishi mumkin bo'lgan amalning eng afzali ixlos. Ixlos va tavhid. Parvardigor, sen berganni to'suvchi yo'q, sen to'sganni beruvchi yo'q. Huzuringda boylik egasiga boyligi foyda bermas. Ilmi bor, ilmi foyda bermas. Mansabi bor, mansabi foyda bermas. Hech narsa foyda bermaydi agar Alloh xohlamasa. Birodar, seni aqling Allohning irodasidan saqlab qola olmaydi. Yuqori malakang saqlab qola olmaydi. Jamoating seni saqlab qola olmaydi Allohdan. Puxta o'ylab qilingan reja, planing seni Allohdan saqlay olmaydi. Inson bir narsani maqsad qiladida, shu maqsadga olib boradigan rejani tuzadi. Hamma tomonini o'ylaydi. Issig'ini, sovug'ini, ustani kelmay qolishini, svetda o'chib qolishini, apparati buzilib qolishligini, hamma sabablarini qilib reja planni tuzadi. Lekin maqsadiga yeta olmaydi. Bilib qo'yinglar birodarlar. Bizni ko'zlagan maqsadimizga olib boradigan 100% ishlaydigan sababni o'zi yo'q. Sizni ko'zlagan maqsadingizga aniq olib boradigan 100% kafolat beradigan sababni o'zi yo'q. 100%lik sabab nima? 100% ishlaydigan sabab nima? Allohning xohishi. Alloh xohladimi? 7 qavat osmon va uning orasidagi yer ustidagi hammasi sizga qarshilik qilsin, hammasi qarshilik qilsin. Agar Alloh xohlagan bo'lsa, 100% bo'ladi. Mana shu tavhid bo'ladi, birodarlar. Bir betni topshirishingiz kerak Qur'ondan. 100 marta emas, 300 marta takrorladingiz. Uxlamadingiz. Tushingizda mat beradigan holatga keldingiz. Endi domlaning oldiga kelasizda aniq topshiraman deysiz. Inshaalloh demaysiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bo'ldi, to'xtadingiz. Chunki kim xohlamadi uni? Kim xohlamadi? Alloh xohlamadi. Va shuning uchun bilib qo'yinglar. Bizni qo'limizda Alloh taolo qanday xayriyatli ishlarni qilayotgan bo'lsa, bizni qo'limiz bilan qildirayotgan bo'lsa, aytaylikki Allohning fazli deylik. Man alima minkum anni zu qudratin ala maghfirati dhunub g'afartu lahu va la ubali ma lam yushrik bi. Hadis qudusida Alloh taolo aytayapti. Sizlardan kim men gunohlarning mag'firat qilishga qodir ekanini bilgan bo'lsa, uni gunohini kechirdim. Parvo qilmayman, modomiki shirk keltirmagan bo'lsa bo'ldi. Kim meni gunohlarni mag'firat qilishga qodir ekanligini bilsa, shirk keltirmagan bo'lsa-la, men u gunohlarni kechirdim deb aytadi Alloh taolo. Birodarlar, ilm bu asl. Asl narsa bu ilm. Alloh taoloning hamma ismlari, sifatlari go'zal va oliy ekanligini siz bilan biz bilishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun aytamizki, Parvardigor, seni qazoyingga iymon keltirganmiz. Sendan qazoyini qaytarishingni so'ramaymiz, balki qazoyingda bizga lutf ko'rsatishingni so'raymiz. Alloh azza va jalla duolarimizni ijobat bo'lishini xohlaydi. Shuning uchun bizga duo qilishimizni buyurgan. Siz Allohga duo qilishligingizni o'zi bilan qulligingizni tan oldingiz. Allohga duo qilishligingizni o'zi bilan Allohni eshitib turuvchi ekanligini tan oldingiz. Siz Allohga duo qilishingiz bilan o'zingizni ojiz, Allohning qodir ekanligini tan oldingiz. Allohga duo qilishingizni o'zi bilan siz faqir, Allohning boy ekanligini tan oldingiz. Siz duo qilishligingiz bilan o'zingizni banda, qul, Allohni esa Rob ekanligini tan oldingiz. Birodarlar, duo bu ibodat. Duo ibodat, birodarlar. Ad-duo huval ibada deganlar Rasululloh. Boshqa hadislarida ad-duo muxul ibodat. Duo ibodatning mag'zi deganlar. Qul ma ya'ba'u bikum robbi laula duaukum. Alloh taolo Qur'onda aytadi, agar duo iltijo qilmasanglar, Parvardigorim sizlarga parvo qilmas deb ayting, ey Muhammad alayhisalom deydi. Eng kuchli inson bo'lishni istaysanmi? Allohga tavakkul qil. Eng boy odam bo'lishni istaysanmi? Qo'lingdagi narsaga ishongandan ko'ra Allohning va'dasiga ko'proq ishon. Odamlarni eng hurmatlisi bo'lishni istaysanmi?
Allohdan qo'rq. Alloh taolo o'zini mustaqim bandasiga nazar soladi. Uni mustaqimligini biladi va unga tavfiqni bitib qo'yadi. Alloh kazzob, yolg'onchi bo'lgan bandaga qaraydi. Uni kazzobligini biladi va unga ilojni, davoni, musibatni bitib qo'yadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, birodarlar, Alloh taolo hamma narsani biladi, har narsaga qodir va mana shu qazoy qadar har bir insonni taqdiriga unga munosib bo'lgan narsani bitib qo'yadi. Tabib bemorning oldiga keldi. Qon bosimi ko'tarilib ketibdi. Kasallik varaqchasini o'qib ko'rdi. Kasallik varaqchasini o'qigan paytda bu odam haqida ma'lumotga ega bo'ldi. Endi qanaqa muomala qilish kerakligini biladi. Endi Alloh taolo bandasini yaratgan paytda bilardi kimligini, nimaligini. Unga bergan muolajasi ham shunga yarasha bo'ladi. Alloh taolo siz bilan bizni o'zi yaratgan, kimligimizni yaxshi biladi. O'zini ilmi bilan, hikmati, qudrati bilan ustimizga mana shu kunni bitdi. Shu kun ustimizga yozilibdimi? Demak, shu kun bizga yaxshi rozi bo'lishimiz kerak. Rozi bo'l deganicha kunidan, yaxshiroq kunni so'rama degani emas. Rozi bo'lish shikoyat qilmaslik degani. Yaxshiroq kunni so'rang. O'sha kunga olib boradigan sabablarni qoyim qiling. Qarzingizni ko'tarishini, dardingizni yo'q qilishini so'rang, harakat qiling. O'zingizga bog'liq hamma sababni qiling. Shundan keyin nima bo'lsa, rozi bo'ling. Chunki shu kunni Alloh taolo sizga taqdir qildi. Shunga ishonish, birodarlar, tavhid deyiladi. Bandaning ishi faqir bo'lish, ojiz bo'lish, zaif bo'lish. Zaif inson agar Allohga iqbol qilsa, Alloh uni quvvatli qiladi. Faqir inson agar Allohga iqbol qilsa, Alloh uni behojat qiladi. Agar ilmsiz johil inson Allohga iqbol qilsa, Alloh unga ilm berib qo'yadi. Va allamaka ma lam takun ta'lam va kana fadlullohi alayka azima. Demak, Alloh taoloning Al-Qodir ismi bandalarga boshqa ismlardan ko'ra yaqinroq bo'lgan ism. Chunki banda zaif. Uning mana shu zaifligi uni dindor bo'lishlikka chorlaydi. Hatto butga sig'inadigan, adashgan toifalarni o'zlari to'qib olgan dinlarida turishligiga ham zaifligi sabab bo'ladi. Inson zaif, Alloh taolo Al-Qodir bo'lgan zot. Inson zaif. Alloh Al-Qodir bo'lgan, har narsaga qudrat yetadigan, qodir bo'lgan zot. Odam bolasi zaif va xuliqal insonu zoifa. Inson zaif bo'lib yaratildi. Inson zaif. Allohga muhtoj bo'lishlik insonning sha'ni. Allohning sha'ni esa unga muhtoj bo'lgan bandani quvvatli qilish. Siz o'zingizni Alloh subhanahu va taologa, Al-Qodir bo'lgan Robbingizga muhtoj deb bilsangiz, Alloh sizga quvvat beradi. Inson zaif qilib yaratildi va bu uning foydasi uchun bo'ldi. Agar zaif bo'lmasdan quvvatli bo'lganida o'zini quvvatiga suyanib turib halokatga uchrashligi muqarrar edi. Ammo zaif qilib yaratildi va mana shu zaif bo'lishligi uni saodat topishiga sabab bo'ladi. Astagfiru billah. Innal insana xuliqa halu'a. Idza massahu ash-sharru jazu'a va idza massahu al-khayru manu'a illa al-musallin. Bizni zaifligimiz, bizni ojizligimiz Robbimiz subhanahu va taolo aytayapti bu haqida. Dar haqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir. Qachon unga yomonlik yetib qolsa, o'ta besabrlik qilguvchidir. Qachon unga yaxshilik yetsa, o'ta man qiluvchidir, baxildir. Halu degani insonning jazavasining qattig'i. Qattiq jazabaga tushadi inson. Qizg'anchiq bo'ladi inson. Lekin mana shu inson Allohga muhtoj bo'lsa, Alloh bilan quvvatlanadi. Agar o'zini Al-Qodir bo'lgan Allohga muhtoj deb bilsa, boy bo'ladi, olim bo'ladi. Muhammad alayhisalom Allohga muhtoj bo'lgan edik. Qaranglarda, mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Al-Qodir bo'lgan Robbisiga muhtoj bo'ldi. Alloh bu bandani aziz mukarram qildi. Alam nashroh laka sadrak va wada'na anka wizrak allazi anqada dhahrak va rafa'na laka zikrak.
Biz Allohga qanchalar muhtojligimizni izhor qilar ekanmiz, zaifligimizni tan olar ekanmiz, Alloh shunchalar bizni qo'llaydi, shunchalar quvvatlaydi. Agar men o'zim, ilmim, quvvatim, tajribam desangiz, Alloh o'zingizni holingizga tashab qo'yadi o'zingizni. Unda xor bo'lasiz. Ey Muhammad alayhisalom, biz sizning qalbingizni keng munavvar qilib qo'ymadikmi? Va biz sizdan yelkangizni ezib turgan og'ir yukingizni olib qo'ydik va biz sizni zikringizni baland qilib qo'ydik. Qaytaramiz, ko'p qaytaramiz shu qoidani. Inson qanchalar Allohga o'zini muhtoj deb his qilsa, Alloh shunchalar qo'llaydi. Shunchalar unga quvvat beradi. Shunchalar bu odam kuchli bo'ladi. Ammo o'zini behojat sezsa, Alloh taolo bu bandani o'zini holiga tashab qo'yadi. Islom tarixida bo'lgan ulug' ikkita g'azot, Badr g'azoti va Hunayn g'azoti. Har kuni mana shu ikkala g'azotdan olinadigan darsga muhtojmiz. Badr kunida musulmonlar ozchilik edi. Quraysh qo'shini bir necha barobar musulmonlardan ko'p edi. Lekin Alloh taologa bu sahobalar muhtojligini, zaifligini, ojizligini izhor qilishdi, Alloh ularni qo'lladi. Astagfirullah. Va laqad nasarakumullohu bi badrin va antum azilla. Axir Alloh Badr kunida kuchsiz bo'lsangiz-da sizlarni g'olib qildi-ku. Qaytaryapmiz qoidamizni. Qanchalar o'zingizni Allohga muhtoj deb bilsangiz, muhtojligingizni izhor qilsangiz, Alloh sizni shunchalar qo'llaydi. 300 ta sahoba birodarlar 1000 ta odamni yengib qo'ydi. Hunayn kunida nima bo'ldi? Hunayn kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 10 ming qo'shin bilan Makkani fath qilgan edilar. Yana 2000 kishi qo'shilib Hunaynga 12 ming qo'shin bilan chiqdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Havozin qabilasiga qarshi jang qilgan. Havozinning qo'shini 20 ming, musulmonlar 12 ming. Birinchi marta musulmonlarning adadi mana shunday bir katta sanoqqa yetdi. Hatto Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu lan nug'lab min qilla ya Rasululloh devordi. Qo'shin adadi katta, 10 ming kishi kelgan Makkaga, 2 ming kishi qo'shildi. Mana endi adadimiz katta, endi yengilmaymiz deb nimaga suyanib qo'yishdi? Qo'shinning sanog'iga. Allohga muhtojligidan ko'ra qo'shinga suyanishligi nima bo'ldi? Ko'zga ko'rinib. Hatto Abu Bakr Siddiq va Rasululloh bugun yengilmaymiz. Agar yengilsak ham qo'shinning ozligi sababli yengilmaymiz. Boshqa sabab bilan mag'lub bo'lishimiz mumkin, lekin qo'shin adadi katta deb turib sanoqqa suyanib qo'ydi. Akaxoningiz bor tevada, problemingizni hal qilib beradi. Ukaxoningiz bor, shu problemani hal qiladi. Oshnangiz bor, bitta zibon o'qsiz bitkizib beradi. Qayoqdan bilasan, ey? Aytyapmiz, har kuni muhtojimiz mana shu darsga. Student bo'lganlar bor. Student bo'lib bir tinga maydasida yurgan kunlari bo'lgan. Ikkita pirashkani ko'proq yeb qo'ysa, dadasi bergan pul yetmaydi, uyiga peshkom ketish kerak bo'lgan kunlari bo'lgan. Kulayotganlar student bo'lganlar. Endi o'sha kambag'alchilik, yo'qchilikni ko'rgan student keyin ishlab boyib ketdi. Qarang, nozik narsa. O'zingizni topamikinsiz o'shlarda qatorda qarang. Endi boyib ketdingizda qo'lingizda bir 5-600 ming dollar pulingiz bor. Endi siz ancha uverendisiz. Chunki nimangiz bor? 200 ming pulga kuydingiz. Siqilasiz. 300 ming turibdi. Uje siqilyapsiz 200 mingga. Endi studentlik paytingizni eslang-da. 50 so'm pul berar edi, 20 so'm borib kelishga 30 so'm obedga edi. O'sha ulpatingizga erib qo'ydingiz pirashkaga. Tavakkaling deb Xudo poshsho. O'sha paytdagi tavakkulingiz Allohga edi. Xudo beradi deb turib, u yerdagi tavakkulingiz Xudoga edi. Endi keyin nimaga bo'lib qolyapti tavakkul? Suyanish nimaga bo'lib qolyapti? O'shuning uchun musulmon odam Allohga suyanib, Allohga ojizligini bilar ekan, hamma puliga bankrot bo'lib kuyib ketsa ham insult bo'lmaydi. Infarkt bo'lmaydi. Nima deydi? Alloh beruvdi, Alloh oldi. Alloh berganda sinagan edi, olganda ham sinadi. Berib sinaganida alhamdulillah deb rozi bo'ldim. Mana endi olib qo'yib sinayapti, yana nima deyman? Ey Xudo, qasd qilgan gunohim uchun demaydi-da bu.
Hunayn kuni haqida Alloh taolo aytayapti: "Va qad a'jabatkum kasratukum." O'shanda sizlarni ko'p ekanligingiz mag'rur qilib qo'ygan edi. E'tibor beringlar. 314 ta sahoba Badrda 1000 ta mushrikni mag'lub qildi. Endi 12000 musulmon 20000 ga mag'lub bo'lib qoldi. Hunaynda o'zlarining sanog'iga, adadiga suyanib qolishdi. Shuning uchun doim o'zimizni ojizligimizni, zaifligimizni, Allohga muhtojligimizni izhor qilib turishimiz kerak. Ishonmang pulingizga, ishonmang akaxoningizga, ishonmang to'plab qo'ygan bir qanday sepdagi mol mulkingizga. Alloh bir kunda yo'q qilib qo'yadi. Astagfiru billah. Va yawma Hunayn iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Alloh sizlarni ko'p o'rinlarda g'olib qildi. Hunayn kunini eslanglar. O'shanda sizlarni ko'p ekanligingiz mag'rur qilib qo'ygan edi. Ammo u sanog'inglarning katta ekanligi sizlarni hech narsadan behojat qila olmadi va sizlarga keng yer torlik qilib qoldi. So'ngra yuz o'girgan holingizda chekindingiz. Ikkita dars. Badr kunida Allohga muhtojligini, o'zini ojizligini tan olib sahobalar iltijo qilishdi, Alloh qo'lladi ularni. Endi Hunayn kunida o'zlarining sanog'iga suyanib qolishdi, Alloh taolo o'zini holiga tashab qo'ydi. Shuning uchun birodar, har kuni muhtoj bo'lasan mana shu darsga. Alloh desang, muhtojligini izhor qilsang, zaifligini tan olsang, Alloh seni ishingni o'zini qo'liga oladi. Senga nusrat beradi, qo'llaydi, saqlaydi. Agar men desang, tajribam desang, oilam, urug'im, jamoatim desang, Allohdan boshqaga suyanib qoladigan bo'lsang, Alloh seni o'zingning holingga tashab qo'yadi. Biz ojizmiz, biz zaifmiz. Alloh esa Al-Qodir bo'lgan zot. Asarlarda keltiriladi. Ajoyib narsani o'qib beraman hozir. Alloh deyapsiz, lekin ichingizda niyat qanaqa ekanligini o'zingiz bilasiz. Odamlar bilmaydi. Kim biladi ichingizdagi narsani? Asarlarda keltiriladi. Avhallohu ila Davuda. Alloh taolo Davud alayhisalomga vahiy qildi. Va izzati ma min abdin ya'tasimu bi duna xalqi a'rifu zalika min niyyatihi fatakiduhu as-samawati wal ard biman fiha illa ja'altu lahu min bayni zalika makhraja. Asarlarda keltiriladi, Alloh taolo Davud alayhisalomga dedi: Azizligimga qasamki, qaysi bir banda mahluqotlar bilan emas, men bilan panohlansa, men buni niyatidan bilib olaman. Osmonlar va yer ahli unga qarshi hiyla qilishsa, u uchun men o'shalarning orasidan mahrojni chiqib ketadigan yo'lni beraman. Mahluqotlarga emas, menga ishonsin, menga suyansin, osmonu yer va uning ichidagi hamma unga yomonlik qilaman deb tursa, shu yomonligidan chiqib ketadigan yo'lni men beraman. Uni men bilan panohlanayotganligini niyatidan bilaman deyapti. Va ma min abdin ya'tasimu bi makhluqin duni a'rifu zalika min niyyatihi illa qata'tu asbab as-sama'i bayna yadayhi va asaqtu al-hawa tahta qadamayhi. Endi qaysi bir banda men bilan emas, mahluqotlar bilan panohlansa, men buni niyatidan bilib olaman. Osmon sabablarini undan olib qo'yaman hamda uning oyoqlari ostidagi yerni titratib qo'yaman dedi. Siz Allohdan panoh tilayapsizmi yoki boshqalardanmi? Siz Allohga ishonib turib o'zingizni quvvatli his qilyapsizmi yoki boshqalarga ishonib turibmi? Buni kim biladi? O'zingiz bilasiz, Robbingiz biladi. Allohga muhtoj bo'lish, birodarlar, bandaning qadr-qiymatini ko'taradi. Allohga muhtoj bo'l, seni ishingni o'zini qo'liga oladi. Seni ishingni yuksaltiradi. O'zini nusratini beradi, aziz qiladi. Men degin o'zingni holingga tashab qo'yadi. Biz, mana siz bilan biz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam oldida kimmiz? Hech kim emasmiz. Sahobalarning oldida kimmiz? Hech kim emasmiz. Payg'ambarimiz aytganlar:
Innalloha ixtarani va ixtarali ashabi. Alloh meni tanlab oldi dedilar Rasululloh. Va men uchun sahobalarimni tanlab berdi. Rasululloh va sahobalar tanlab olingan odamlar. Mana shunday zotni, Muhammad alayhisalomni eng yaxshi insonlar bo'lgan sahobalarning ichida bo'lishligi ham behojat qilmadi. Muhammad alayhisalom ularning ichida turgan bo'lsa ham xato keluvdi, jazoni olishdi. Xatoga yo'l qo'yib Allohga suyanmasdan sanog'iga suyanuvdi, ichida Muhammad alayhisalom turgan bo'lsa ham mag'lubiyat keldi. Musibat keldi. Shuning uchun birodarlar, siz kim bo'lmang, kimni bolasi bo'lmang, qanaqa sifatingiz, martabangiz bo'lmasin, Muhammad alayhisalom oldida hech kim emassiz. Sahobalar rizvanullohi alayhim oldida hech kim emassiz. Ammo Allohda o'ziga suyanadigan bo'lsangiz, birodar, Alloh sizni quvvatlaydi. Shunday odamlarni ham Alloh tashab qo'ydi o'ziga. Bandaning zaifligi uni Allohga iqbo qilishiga sabab bo'ladi. Uni ostonasiga bosh urishligi turtki bo'ladi. Boyligingiz, quvvatingiz, ilmingiz katta bo'lishi nimaga bog'liq? Boy bo'lishingiz, quvvatli bo'lishingiz, ilmli bo'lishingiz nimaga bog'liq bo'ladi? Allohga muhtojligingizga bog'liq bo'ladi. Qanchalar muhtoj bo'lsangiz Allohga, shuni bilsangiz va izhor qilsangiz, shuncha boy bo'lasiz, shuncha quvvatli bo'lasiz, shuncha ilmli bo'lasiz. Ochiq, aniq, ravshan qilib aytib qo'yishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, agar Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, uni qadrini odamlar orasida baland qilib qo'yadi. Mahluqotlarning qalbida unga nisbatan muhabbatni joylab qo'yadi. Agar bir odam shol bo'lib qolsa, mo'min aniq ishonadi. Alloh uni sog'lom qo'yishga qodir. Agar bir odam zaif bo'lsa, dushmanlarda kuchli, quvvatli bo'lib turgan bo'lsa ham, agar Alloh xohlasa, dushmanlardan buni g'olib qo'yishga ham qodir. Alloh har narsaga qodir bo'lgan, al-qodir bo'lgan zot. Astagfirullah. Qala ashabu Musa inna la mudrakun. Musa alayhisalomning ashablari Misrdan chiqqanlarida Firavun orqadan kelayotganligini qo'shini bilan ko'rishdi. Musoning ashablari albatta biz tutildik, biz halok bo'ldik, yetib kelishdi dedi. Musa alayhisalom nima dedi? Qala kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Yo'q, Robbim men bilan birga menga yo'l ko'rsatadi. Aytdiku, Allohga qancha muhtoj bo'lsangiz, chiqib ketadigan yo'lda chiqarib qo'yadi. Asarda keltirildi, banda men bilan panohlansa boshqalar bilan emas. Men uni niyatidan bilaman. Mendan panoh so'raydigan bo'lsa, 7 qavat osmon, yer, shularning orasidagi hamma unga yomonlik qilaman desa ham chiqib ketadigan yo'lni ko'rsatib qo'yaman dedi. Mana Musa alayhisalomni qana qilib Alloh qutqardi. Asoyim bilan dengizni urdi, dengiz yoroldi, chiqib ketdi. Musa alayhisalom yoki Banu Isroil mana shunday bir farajni, yechimni bo'lishini o'ylaganmidi? Tasavvur qilganmidi? Allohning va'dasi haq, birodarlar. Yunus alayhisalom baliqning qorniga tushib qoldi. Baliqning qornida dengizning tubida turibdi. Nima bor uni uzotni bu yerdan qutqaradigan? Qimillayolmaydi yotibdi baliqning qornida. Chiqib ketgani bironta bir yo'l bormi? Yer yuzidagi hamma odamlar yig'ilib uni qutqarib qola oladimi? Havo yo'q bo'lsa 2 minutda o'ladi odam. Lekin Alloh taolo qutqarishni xohladi. Fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Yunus alayhisalomga Alloh taolo ilhomni berdi. Dengizni tubida turgan jonivorlarning aytadigan tasbihini eshittirib qo'ydi, quloqidan pardani olib qo'ydi. Ya'ni ey Yunus, tasbih ayt, chiqib ketasan deb Alloh o'zi yo'l ko'rsatdi. Qorong'u zulmatlarda turib, hech iloh yo'q, magar o'zing bordirsan, ey pok Parvardigor, dar haqiqat men o'z jonimga jabr qiluvchilardan bo'lib qoldim deb nido qildi. Alloh qutqardimi? Ishoninglar birodarlar, Alloh uchun mumkin bo'lmagan narsa yo'q. Alloh har narsaga qodir bo'lgan zot. Agar siz Allohga haqiqatan ojiz ekanligingizni izhor qilib Allohga yolvorsangiz,
sizni muammoga kirgizib, sizni boshingizga qotirib turgan odam shu muammoni o'zi yechadi. Alloh har narsaga qodir. Ko'rmaysizmi Alloh taoloni? Mana shu Fir'avnning halok bo'lishiga sabab bo'ladigan Musa alayhisalomni Fir'avnning qasrida balog'atga yetishigini, ulg'ayishligini xohladi. Tushunyapsizmi nima degani bu? Vaholanki tushida Fir'avn ko'rdi. Banu Isroildan bir bola tug'ilib, uni halokatiga sabab bo'lar ekan. Shu halokatni o'zidan daf qilish uchun Banu Isroildan tug'ilgan har bitta o'g'il chaqaloqni so'ydirdi. Aytayapti, 7 qavat osmon ichidagi hammasi makr qilsa ham, agar Alloh taologa o'zini zaifligini izhor qilsa, chiqib ketadigan yo'lni ko'rsataman deyapti. O'zini halokatiga sabab bo'ladigan Musoni Alloh taolo Fir'avnning qasrida ulg'ayishini xohladi. Innalloha ala kulli shay'in qodir. Fastajabna lahu va najjaynahu minal gham va kadhalika nunjil mu'minin. Bas biz uning duosini mustajob qildik va uni g'am g'ussadan qutqardik. Biz mo'minlarga mana shunday najot beramiz. Endi qaranglar. Yunus alayhisalom tasbih aytibdi, Allohga muhtojligini izhor qilibdi, chiqib ketibdi. Bu bir marta bo'lib tugadi. Endi bundan keyin hayotga aloqasi yo'q qissami? Yo'q. Alloh azza va jallaning aziz kitobi tarixga aylanib qolmaydi akalar. Mana shu qissani Alloh taolo hayotda ishlaydigan qonunga aylantirib qo'ydi. Qiyomatga shu qonun, shu sistema ishlaydi. O'zi nima sababdan baliqning qorniga kirdi Yunus alayhisalom? O'zini qilgan xatosi tufayli. Shuning uchun nima problema kelsa boshimizga, molimizga kuydikmi, salomatchiligimiz ketdimi, oilamizdan bir tortyapmizmi yoki bir bizga musibat keldimi? Avvalambor biling, iymoningiz komil bo'lsin. Siz o'zingiz qilgan ish tufayli keldi bu. Bolangiz betarbiya bo'ldi, topganingizda baraka yo'q, uyingizda bir halovat yo'q. O'zingiz qilgan ish tufayli keldi, shuni yaxshilab bilib oling. Endi chiqib ketishdi yo'li Alloh taolaning o'ziga yolvorishlik, Allohga muhtojligingizni izhor qilishlik. Va kadhalika nunjil mu'minin deyapti Alloh. Biz mo'minlarga mana shunday najot beramiz deydi. Allohning rahmatidan noumid bo'lish, umidsizlik, tushkunlikka tushib qolish bu musulmon odamga to'g'ri kelmaydigan sifatlar. Ha, musulmonlarning hozirgi kunda birodarlar ahvoli og'ir. Ish chatoq. Musulmonlar holi xarob. Musulmonlar o'zli mazlum bo'lib turgan holda zolim degan ayblar yelkasiga qo'yilyapti. O'layotgan ham musulmon, qonoq ekan ham musulmon, talon-toroj bo'layotgan ham musulmon, yana aybdor ham kim? Musulmon bo'lib turibdi. Birodarlar, biz iymonimiz komil. Mana shu hozir xor bo'lib turgan, holi nochor bo'lib turgan ummati Muhammadiyani Alloh aziz qilib qo'yishga qodir. Alloh har narsaga qodir bo'lgan zot. Faqat bu ummat ana shu azizlik sabablarini qoyim qiladi. Aziz bo'lishiga sabab ishlarni qiladi, Allohga muhtojligini izhor qiladi. Alloh aziz qiladi bu ummatni. Xuddi ummatni avvalini Alloh taolo aziz qilganidek. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Tushkunlikka tushmanglar, suskashmanglar, mahzun bo'lmanglar, sizlar oliysizlar deb Robbimiz aytadi. Biz oliymiz. Shart agar mo'min bo'lsanglar. Demak, mo'minlikning shartini hammasi topilmayapti shekilli bizda. Biz aziz ummat bo'lishlikka loyiq ishlarni qilmayapmiz shekilli, shuning uchun bir xor bo'lib turibmiz hozir. Alloh taoloning qudratining yonida uning ilmi turadi. Jarroh bemorni jasadini yorib, kesib muolaja qilish kerak. Insonning jasadi murakkab narsa. Bu yerda nervi bor, bu yerda asab tolasi bor, bu yerda poyi bor. Jarroh buni biladi. Uzoq yillar davomida o'rgangan inson tanasini tuzilishini, ana shu ishni qilishlikka qodir. Qarang, ham qodir, ham biladi. Demak, qudratning shartlaridan bittasi ilm ekan, birodarlar. Alloh taoloning ilmi, Alloh taoloning qudratining bir qismi. Qudrat pala-partishi bo'lishi mumkin. Agar unga ilm qo'shilsa shu qudratga, shunda bu ongli qudrat bo'ladi. Ya'ni operatsiyonni stolga o'tkazib qo'yib, qonnini yorib qo'yish juda ko'pchilik odamning qo'lidan keladi. Qodir shunga, qonnini yorib qo'yishga qodir. Ammo muolaja qilishlikka ilmi bormi? Qodirsiz, lekin ilmingiz yo'q.
Endi Alloh azza va jallani esa ham qudrati bor, ham ilmi bor. Iymoni bor odam, birodarlar, nafsiy kasallikka duchor bo'lmaydi. Iymon bilan turgan odamda tushkunlik, umidsizlik, ruhiy xastalik birga bo'lmaydi. Bu kasalliklar nimalar? Tushkunlik, umidsizlik, ruhiy xastalik, bular banda Allohdan uzoq bo'lib qolganda paydo bo'ladigan kasalliklar. Tushkunlikka, ruhiy xastalikka, noumidlikka Allohdan uzoq bo'lgan odam tushadi. Mo'min esa aniq biladi. Hamma ish kimning qo'lida? Yaxshilik ham, yomonlik ham kimning qo'lida? Aziz qiladigan, xor qiladigan kim? Boy qiladigan, kambag'al qiladigan kim? Innalloha ala kulli shayin qodir. Mana shu iymoni mo'minni tushkunlikka tushishdan saqlaydi. Umidsizlikdan to'sadi. Ruhiy kasalliklarni to'sib turadi. Hamma ish kimning qo'lida? Qaranglar-da, Alloh subhanahu va taolo ya'ni birov bir ish buyursa, men mana uni qilishim kerak, anaqa desa, ketaver, men qilib qo'yaman deydi. Nima problem bor? Mana men bitkizib qo'yaman, ketaver deydi. Sizga ish buyurayotgan odam muammoingizni hal qilib qo'yib turib ish buyursa, ishni bemalol qilasiz. Tushuntira oladimmi? Ko'mirni tashib qo'yishim kerak desa, ketaver, men tashib qo'yaman deydi. Ish buyurayotgan taraf sizni muammoingizni hal qilib qo'yib turib ish buyursa, shu ishni bajarishingiz oson bo'ladi. Birodar, Alloh seni ibodat qilishga buyurishdan avval seni xotirjam qilib qo'ydi. Avval xotirjam bo'l, orqasidan ibodat qil. Va ilayhi yurja'ul amru kulluhu wa'buduhu va tawakkal alayh. Osmonlar va yer faqat Allohniki. Hamma ish Allohning o'ziga qaytariladi. Bas unga ibodat qil, uni o'ziga suyan. Ibodatdan nima to'syapti odamlarni? Bola, chaqa, tirikchilik. Shuni deb odamlar ibodat qilmayapti, shuni deb Qur'on o'qimayapti, shuni deb ilm majlisiga bormayapti, shuni deb tasbih tahlil aytmayaptimi? Alloh aytayapti: "Ey banda, hamma narsa meni qo'limda. Xavotir olma. Ibodat qil, tavakkul qil. Meni qo'limda hamma yo'q", deyapti. Shuning uchun Robbimiz bizni xotirjam qilib qo'yib turib, keyin ibodatga buyuryapti. Qarang. Hamma ish Alloh taoloning qo'lida, hamma ish uni o'ziga qaytariladi. Undan keyin aytayapti: "Unga ibodat qil, uni o'ziga suyan." Kim aytgani bo'ladi? Benzin necha pul oldi? Yana necha pul bo'ladi? Biz nima deymiz? Nima deymiz biz? 200 bo'lsa, o'shunga yarasha Alloh pul beradi, o'sha mashina yuradi. Uy bilan to'ydi rizqini kim beradi? Nimaga unaqa deymiz? Boshqasini kim beradi? Nimaga shu uy bilan rizqni pulini Alloh berishiga aniq ishonchingiz bor? Chunki qisqa muddatda qayerdandir bir keldi bir narsa, uy bitib ketdi. Qisqa muddatda yo'q edi rashodda. Yoki kunni belgilab qo'ydingiz to'yda. Pul yo'q. Qisqa muddatda pul keladi, bo'lib ketdi. Shu yerda siz iymoningiz komilda, uy bilan to'ydi rizqini Alloh beradi. Ya'ni qisqa muddatda bo'lganligi uchun siz Allohdan kelganligini bilyapsiz. Boshqasini kim beradi? Biz o'sha ishona olmayotganligimizda, Allohga suyana olmayotganligimizda, iymonimizning zaifligida, hamma ish Allohning qo'lida ekanligida, iymonimizning quvvatsizligida. Hamma ish kimning qo'liga qaytadi? Ey birodar, seni ibodat qilishga buyurishdan avval Robbing seni xotirjam qilib qo'ydi. Avval xotirjam bo'l, uni orqasidan ibodat qil. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.